hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırız. Bütün dünya xalqı Ayollar bayramını təbrikləyətqanda Sharq Turkiston ayollari Xitoyning ochiq va yepiq turmalarida zulm tortmoqda. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandi nurg'ulg'an faoliyatchilar Xitoy istihboroti va sheriklariga moslashib mustaqillik ko'rishiga to'sqinlik qilmoqda dedi. Xitoy harbiy xomchotini 224 milliard 79 million dollarga chiqargan. Amerika Savdo Ministerligining ministri Oqsaroy amaldorining yangi xizmatchisi bo'lib tayinlangan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va apandilar. Bugun Xalqaro ayollar bayrami kuni. Bütün dünya xalqi bu kunni xotirlayotganda Sharq Turkistondagi millionlagan mazlum ayollar Xitoy tajovuzchilari tarafidan ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning bir qismi sifatida tajovuzchi Xitoy hokimiyati tarafidan planliq ijro qilinayotgan har xil jismoniy va psixologik zo'ravonliklarga uchramoqda. Millionlagan Uyg'ur va boshqa turk ayollari Xitoy hokimiyati tarafidan majburiy tug'mas qilib etildi va qo'saqdagi bolalari majburiy elib tashlandi. Xitoy tajovuzchi kuchlari jazo lagerlari va turmalardagi Sharq Turkiston ayollariga sistemlik bosqinchilik qilmoqda. Uning ustiga Xitoy nupusimizni yo'qotish maqsadida yosh Sharq Turkiston ayollarini Xitoy tajovuzchilari bilan to'y qilishga majburlamoqda. Yaqinda Amerika hukumati va Kanada, Gollandiya, Chex, Litva, Fransiya va Angliya parlamentlari Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildi. Biz bu davlatlarning irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganligiga cho'nqur minnatdor bo'lsakmi, buni yetarli emas deb qaraymiz. Chunki butun dunyo bu irqiy qirg'inchilikning tub sababini e'tirof qilishi kerak. U bo'lsa, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonga besib kirganligi va ishg'ol qilganligidir. 73 yildan ko'proq vaqtdan buyon Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilari tarafidan irqiy qirg'inchilikka uchrab kelayotgan bo'lsa-mu va xalqarodan yordam so'rab kelayotgan bo'lsa-mu, xalqaro jamiyatning hech qanday bir yordamiga erishib boqmadi. Halbuki Sharq Turkistonning chegaralarining ko'p qismi qandosh yoki dindosh bo'lgan qarindosh millatlarning chegaralari bilan chegaralandi. Biz yana Kanada hukumatini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni Xitoyning ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun darhol jiddiy harakat qilishga chaqiriq qilamiz. Kanada, Amerika va boshqa davlatlar Sharq Turkiston masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining kun tartibiga elib kelish orqali davom qilayotgan bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilishi kerak. Ular xalqaro jamiyatni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining va'dasini qo'g'dash mas'uliyatini qo'g'dashni talab qilishi kerak. Biz Bosh minister Justin Trudeau boshchiligidagi Kanada hukumatining irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish va'dasiga amal qilishini va javobgarlarni jazolashini so'raymiz. Biz Kanada hukumati va boshqa demokratik davlatlarni Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib panohlik tilganlarga darhol panohlik berishga chaqiriq qilamiz. Shundaqla muajiratdagi qiyinchilikda qolgan insonlarimizni, xususan qiyinchilikda qolgan Sharq Turkistonlik ayollarni insonparvarlik yordami bilan ta'minlashga va yoshlarimizni tarbiyalash uchun o'qish xarajati puli bilan ta'minlashga chaqiramiz. Biz Kanada hukumatini va boshqa demokratik davlatlarni xalqaro jinoiy ishlar sudida Sharq Turkiston xalqining Xitoyga qarshi ochgan da'vosini va shikoyatini qo'llash orqali bizga adolat elib kelishga yordam berishga chaqiriq qilamiz. Biz dunyodagi barliq hukumatlarni Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga va Sharq Turkiston surgundi hukumatiga siyosiy va diplomatik yordam berish orqali Sharq Turkistonning uzun muddat mustamlaka qilinish va ishg'ol qilinish tragediyasini oxirlashtirishiga yordam berishga chaqiramiz. Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining 1996-yildagi 7-nomerlik hujjati 8-nomerlik maxfiy ko'rsatmasida diplomatik aloqa qilish vazifasini yaxshi o'rinlash, chegara sirtidagi etnik belginchilarning harakatini ko'p tarafdan cheklash, chet eldagi etnik belginchilarning faoliyat bazalarining Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlarda borligini asliching tutish, bu davlatlar bilan diplomatik aloqa qilish orqali etnik belginchilarning harakatini cheklash yoki ojizlashtirish, siyosiy ustunligimizdan to'liq foydalanib bu davlatlar bilan bo'lgan ikki taraflama do'stlik munosabatini o'rnatish, etnik belginchilarning harakati chegaraning sirtida bo'lganlikdan barliq zarur bo'lgan dialoglarni elib berish va ular bilan kurash qilish, chegaraning sirtida tekshirish va o'rganishni kuchaytirish, vaqalarning ta'limotlarini va taraqqiyotiga munosabatli uchurlarni yig'ish,
etnik bölgünçilərning atalmış Sharq Türkistan мәсьәлесini xalqaralashtirish harakatiga qarshi turishda sərgək buluş və xalqaralashib ketishning oldini olish, chet eldagi bölgünçü kuchlarni parchalash, ularning ko'p qismining ustidan g'olib kelish, kichik guruhga ayrilgan oz qismining qizg'inligini suvutish və ular bilan kurash qilish, chet eldagi Xitoy nufusi ko'p rayon yoki shaharlarda baza qurish, tashviqot turlarini taraqqiy qildirish, keng və cho'nqur do'stlik o'rnatib, bölgünçilik faoliyatini yuqori darajada cheklash lozim deyilgan. Baş ministerimiz Salih Xudoyor Apandi axborot vositalarida nurg'unlagan Uyg'ur faoliyatchilari va tashkilotlari inson haqlarini ilgari surish maqsadida o'tirg'i chiqdi. Amaliyotda ular Xitoy va uning istihboroti shundaqla bexatarlik sheriklari bilan hamkorlashib, diasporamizni kontrol qilish, ta'sir ko'rsatish va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish tirishchanligiga buzg'unchilik qilish uchun tirishchanlik ko'rsatdi dedi. Xitoy bu hujjatni chiqarib, hozir oradan 26 yildan ortiq vaqt o'tdi. Xitoyning siyosati kundan kuniga takomillashib, chingib, rəhimsizləşdi. Mustaqillik harakatiga to'salg'i bo'lish uchun bu hujjatdan nechasi inchga amaliy unum beradigan hujjatlarni chiqargan bo'lishi shaksiz. Mustaqillik harakatiga qarta putlakashanglar behuda o'tirg'i chiqmaydi. O'zgarmaydigan bir haqiqat shuki, Sharq Turkiston mustaqil bo'lmaguncha Sharq Turkistondagi turk xalqi hur yashayolmaydi. Mavjudligini yo'qotadi. Allah bizga Sharq Turkistondek mo'l tabiiy boyliqlarga ega tuproqqa munbat, ko'rkam zaminni foydalanishimiz, o'zidan boshqaga bo'ysunmay hur yashashimiz uchun ne'mat qilib bergan. Biz qo'rqmas jangovar ajdodlarimizning izini bosib, tarixdan ibrat ilib, Sharq Turkistonni tajovuzchi Xitoyning ishg'olidan qandaq badal to'lash zarur bo'lsa, shu badalni to'lab qutqizmasak, ikkala dunyodagi parishon holimizga voy. O'tirda Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun qilinayotgan to'g'ri harakat mavjud ekan, diasporadagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning qiladigan ishi kibrdan, xislaridan, nafslaridan voz kechib, ashu harakatga kuch berish, qo'lidan nima ish kelsa shuni qilish, o'zlari turayotgan davlatlarning foydali taraflaridan to'liq foydalanish, sərgəklikni yuqori ko'tarib, Xitoy va uning istihboroti, bexatarlik sheriklarining o'yiniga kelmaslikdir. Yer shari qatlam xabar torining 6 mart kunidagi xabarida aytilishicha, Xitoy harbiy xomchotini 224 milliard 79 million dollarga chiqargan bo'lib, bu Xitoyning zamonaviy qurollarni jug'lash orqali tajovuz qilishni planlayotganligini oshkorlaydigan. Eng oxirgi xomchot yakshanba kuni Xitoy davlat qurultayida e'lon qilingan. Amerikaning yillik harbiy xomchoti 817 milliard dollar bo'lib, Xitoy Amerikadan qolsa ikkinchi o'rinda turadigan. Yaponiya davlat mudofaasi uchun har yili 51 milliard dollar ajratadigan. Xitoy harbiy sanoati kirimi askariy chiqimlarga ishlatiladigan bo'lib, faqat xomchotga tava bo'lmaganlikdan Xitoyning harbiy rasxoti oshkorlangandan texmi yuqori bo'lishi mumkin ekan. Strategik nuqtadan elib aytganda, Xitoy Tibet, atalmış Şinjan va Tayvandan ayrilib qilib, ishg'ol qilinish, o'rilish, ayrilish qatorliq 3 cho'ng xavfga duch kelish ehtimoli bo'lganlikdan bu 3 xatarga qarshi tayyorlanish niyatlarini bayon qilgan. Xitoyning Hindiston bilan bo'lgan amaliy kontrol qilish tizimi bo'yicha kuchlari va ul asliyalar qurilishini kuchaytirishi chegaradagi ikki joyga munosabatlik ekan. Xitoyning 1959-yildagi Hindiston chegarasiga bo'lgan qarori askariy chiqimni orttiradigan omildan iborat ekan. Hindiston bilan Xitoy suhbatlashish orqali masalani tinch yo'l bilan hal qilmagan ahvol ostida Xitoy urush uchun tayyorlikni davomlashtirgan. Xitoyning jang maydonida hal qilg'ich rol o'ynay oladigan qurollarga markazlashgan zamonaviy harbiy ishlarini taraqqiy qildirayotganligi isbotlangan. Xitoyning zuoni bo'lgan Yer shari vaqt gazeti Xitoy xalq ozodlik armiyasining 2023-yili J-20 maxfiy urush aeroplanlari va J-16 ko'p iqtidorli urush aeroplanlari komiteti qurishni, Fujianda dengiz armiya aviamatkasi mashqini tezlashtirishni planlayotganligini aytgan. Qimmatbaho taktikalik va strategik boshqariladigan bomba, shundaqla kuzatish va qurolliq uchiqchisiz aeroplanni o'z ichiga olgan keng doirali qurollarni o'rinlashtirish harbiy xarajatning yuqori bo'lishini talab qiladigan. Xi Jinping 2035-yilga borganda xalq ozodlik armiyasining zamonaviylashtirishining asosan tamomlanganligini, dunyoviy kuchga aylantirilganligini aytgan. Xitoyning harbiy chiqimlari zarur tepilganda Tayvanni ishg'ol qilib olish qariniyatini ishga oshirishni, undan boshqa Xitoyning Sharqiy dengizdagi Senkaku oroli to'g'risida Indoneziya va Filippinlarni o'z ichiga olgan nurg'unlagan davlat va Yaponiya bilan bo'lgan ziddiyatdagi Janubiy dengizdagi tajovuzchi va harbiy qilmishlarini kuchaytirishni maqsad qiladigan.
Xitoy, Amerika va ittifoqdoshlari hokim bo'lgan Tinch okeandagi Malayziya bo'g'zi va Indoneziyadan o'tadigan boshqa dengiz yo'llari va savdo transportini qalayimqonlashtirishni maqsad qilgan birinchi va ikkinchi orol zanjirini bosib o'tmoqchi ekan. Amerika savdo ministri Oqsaroy amaldorining yangi xizmatchiligiga tayinlangan. Yahoo xabarlarining 7 mart kunidagi xabarda aytilishicha, Amerika savdo ministrligi sekretari Gina Raimondo dushanba kuni Oqsaroyning yuqori darajalik amaldori Chui Slavinni necha 10 milliard dollar mablag' solgan yerim o'tkazgich yasash va keng balvoqliq internet tarqatish xizmatiga mas'ul qilgan. Oqsaroyning qonun chiqarish ishlari ijroiya direktori Slavin 52 milliard dollarlik yerim o'tkazgich o'zak qonuni va 1 trillion dollarlik ul asliya qonuni, shundaqla pul paxalliqining oldini olish qonuni qatorliq bir qancha qonunni o'z ichiga olgan qonunlarning tasdiqlanishiga yordamchi bo'lgan. Raimondo bayonotida Silvinning tajribasi va rahbarligi bu bo'limning qonunlarni ijro qilishida intayin muhim degan. Oldingi hafta savdo tarmoqlari iyun oyining oxiri 39 milliard dollarlik yerim o'tkazgich ishlab chiqarish iltimosini qabul qilishga boshlash planini oshkorlagan. Savdo tarmoqlari yana chegara sirtidagi mablag' solishni tekshirish taklifi, shundaqla sinaq programmasini o'z ichiga olgan Xitoyni va eksportni kontrol qilishga aloqador nurg'ulg'an tirishchanliklar ustida ishlaydi ekan. Oldingi hafta savdo ministrligi 37 shirkatni savdo qora tizimligiga qo'shgan. Buning ichida Xitoy shirkati Inspor va BGI bor ekan. Her yükselişning bir cho'kish, her kuchlanishning bir ojizlashish davri bo'lganidek 19-asrda harakatlanishga boshlagan yangi dunyo kolonializmining xirislari Sharq Turkistonni o'z ichiga olgan butkul islom dunyosida g'olibiyatini e'lon qilishga boshladi. Buning bilan birlikda musulmonlar dunyosida Mo'ng'ul istilosidan keyingi ikkinchi cho'ng madaniyat krizisi davrining alomatlari ko'rilishga boshladi. Buningga ergashib, qaytadan yangilash va krizisga ergashib kelayotgan siyosiy buhronlarga qarshi tayyorlik ko'rish signallari iqlimlarda sur misoli chelinishga boshlagan edi. Bizning iqlimimiz uchun badavlat davri bu signalga qaytarilgan eng xayrli javob bo'lsa-mu, siyosiy mavjudlik istehkomimizning oxirgi qal'asi bo'lgan Kashg'ariyning tarmor qilinishi madaniyat krizisimizdan alqitib, mavjudlik krizisimizni tahdid sizqi ichiga akirib qo'ydi. Iddiaviy va islohot va yangilishning zaruriyatini tushunib yetgan, tashqi xirisni o'timli qilgan, ichki yemirilishning jiddiy turda isloh qilinishi kerakligini tunib yetgan, shundaqla zavolliqqa yuz tutayotgan milliy ruhni ajdod ro'yiga tutashtirish kerakligini, kelayotgan madaniyat xirislariga qarshi yangicha islohot harakati qo'zg'ash, milliy mafkura bino qilish va siyosiy buhronlarga qarshi yangidan davlatchilik sistemasi barpo qilish zarurligini tushunib yetgan Sharq Turkiston munavvarlari dunyo bo'ylab kelayotgan falokatning oldini olish yo'lida qo'lidan kelgan tirishchanliklarni ko'rsatdi. Hazrati Tajalli va Abduqodir domlamdan boshlangan Damulla Sobit Kashg'ariy, Zarif al-Kashg'ariy, Alixon To'ra Sag'uni, Qutlug' Shavqi va Muhammad Amin Bo'g'roqcha orqa-orqadan ulashib kelgan talaylag'an nomdor va nomsiz qahramonlarni o'z ichiga olgan islohot va jadidchilik karvoni milliy mavjudlik qo'rg'onining moddiy va ma'naviy muhofazatkorligini oxirgi tiniqiga qadar qo'g'dashda ching turish orqali ajdodga tutashgan, ammo tindirilishga qarab ketayotgan yo'lni echish. Qisqasi, Sharq Turkiston tuproqining sepil qo'rg'onlarining taslim qilinishi, shundaqla sirtidan tegish qilib emas, ichidan yemirilib ishg'ol qilinishining hikoyasi ushbu nomdor va nomsiz qahramonlarning iz yaratishni badal qilgan xiyonatkor milliy munofiqlarning soyasida imkonsizlikdan mumkinlikka aylangan edi. Burhan Muhammadning yozmalaridan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.